يا أيها الذين آمنوا لا تتقوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz qarindoshlar, mu'minlarga nido darsimizning 30 qismisi Allah subhanahu va taolaning sura Baqardagi 104-oyati, ya'ni ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina va qulun zurna wasma'u walil kafirina azabun alim degan so'zida bo'ladi. Aziz musulmonlar, Allah subhanahu va taolo bu oyat orqali biz mu'min musulmonlarga eng muhim bo'lgan ishlarni taklif qiladi. Bu oyatda qisqacha mazmuni: ey mu'minlar, sizlar ra'ina degan so'zni qo'llanmanglar, ishlatmanglar. Uning o'rniga unzurna degan so'zni danglar. Vasma'u buyruqqa quloq solinglar. Kafirlar uchun echinishli azob bor degan bu oyat orqali Allah bizga buyurdi. Allohning boshqa oyatlariga o'xshash ya ayyuhallazina amanu degan chaqiriqi buningdan kin keladigan taklif, vazifa va ustiga elishga tegishlik ish, harakat, amallar faqat mu'minning ishi, mu'minning xizmati. Buni mu'min qiladi. Mu'min bo'lmagan, iymon yo'liga kirmagan kishilar bu chaqiriq bilan yoki bu vazifa bilan hech bir aloqasi yo'q deganni Allah uqtirish uchun davomli iymon sifati bilan bizlarni chaqiradi. Demek ki 1400 yıldan beri ta özünü Müslüman, mümin deb da'vo qilgan her bir kişinin vazifesi Allah Teala chaqirgan chaqiriqlarni qattiq yaxshi anglash, tushunish va uni o'zining hayotlariga tatbiqlab izchillashtirish. Mana bu iymonning taqozosi va iymonning talabi. Allah bu ayette bizni ra'ina degan so'zni deyishdan chekladi. Bu so'zni ishlatmanglar, qo'llanmanglar dedi. Uning o'rniga unzurna degan so'zni danglar dedi. Bu yerda ajoyib muhim bir ma'no bor, birodarlar. Ra'ina degan so'zning ma'nosiga bir qarab boqaylik. Ra'ina degan so'z arab tilida riayet degan ma'nodan chiqqan. Ya'ni riayet degan parvish qilish, ko'ngil bilish, ahamiyat berish, ega bo'lish degan ma'noda. Sahabe kiramlar Payg'ambar alayhisolatu vassalamga shu so'zni ishlatib chaqirdi. Rasulullohga gap qilmoqchi bo'lsa ra'ina dedi. Ya'ni ey Rasululloh, bizga ko'ngil bilisizlar, bizga ahamiyat bersizlar, bizning qo'limizda tutsizlar, bizni to'g'ri yo'lga yetaklasizlar, bizga haqiqiy bir ota bolasiga kuyunganda kuyansizlar ya Rasululloh dedi. Allah subhanahu va taolo bu so'zni chekladi. Amaliyotda bu so'z shunda to'g'ri so'z bu. Haq so'z bu. Bir shogirdning ustoziga deydigan, xalqning o'zining imomiga deydigan, agash kuchining o'zining beshiga deydigan bir so'z bu. Bizga kuyansizlik, ko'ngil bilisizlik deydigan so'z. Allah mana bu so'zni ishlatishdan chekladi, to'sdi. Uning o'rniga dal shu ma'noni uqtirib turadigan
Sözni işlet dedi. Yani unzurna degan sözni işlet dedi. Onun ma'nosi unzurna degan bizning ahvolimizga bir baqqin, qarig'in. Bizga ko'ngil bilgin. Bizningki ahvolimizga qarab turib bir ish qilgin demakchi. Ma'nosi o'xshash, ammo atalg'uda farqlanadi. Alloh birini chekladi, yana biriga buyurdi bunda dedi. Nima uchun bu yerda cheklanadi o? Bu ra'ina cheklanib, shuning ma'ni deshi bo'lgan unzurna degan bu so'zga buyurildi degan vaqtda bu yerda bir masala bor. Payg'ambar alayhissalatu vassalamning atrofida musulmonlarmi, ya'ni muhojir ansarlardan tarkib topgan musulmonlar va islomni eg'izida da'vo qiladigan musulmonlar bilan namoz o'qiydigan yerdimi bor, ba'zida jihodmi bor, da'vat so'rilurdimi bor, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ish faoliyatlariga bilib boradigan mana bunda ammo qalbida islomni yomon ko'radigan, musulmonlarning g'albi nusratini yomon ko'radigan, davomli Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga bir aziyat berish yoki unga hujum qilishni niyat qilib yuradigan bir turkum munofiqlar bor edi. Va shuning bilan birga Rasulullohning atrofida Banu Nadir, Banu Mustalaq, Banu Qaynuqa deganga o'xshagan yahudlarmi baydi. İttifaq tuzishgan yahudlarmi baydi. Bularni payg'ambar alayhissalatu vassalamning qishig'iga kelib Rasulullohga gap qiladi, muomala qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana o Madinadan iborat bir jamiyatning, davlatning beshi bo'lish sifati bilan hamma kishilar u payg'ambar alayhissalatu vassalamning qishig'iga keladi aziz birodarlar. Sahabe-i kiramlar ra'ina degan so'z bilan payg'ambar alayhissalatu vassalamga xitob qiladi. Buningdan foydalanib yahudlarmi ra'ina deganni deyishga boshladi. Va bir kunisi bular ra'ina deb kulishib ketdi. Ichidan xursand bo'lib ketdi-da. Buni Sa'd radhiyallohu anhu anlab kelib, "Vallahi ma sami'tu wahidan yaqulu lin-nabi ra'ina illa darabtu'un qahda." Alloh bilan qasamki, men qandoq bir kishining ra'ina degan so'zni deganligini anglab qolsam, uning beshini uzib o'taman dedi. Aziz birodarlar, nima uchun? Chunki Sa'd radhiyallohu anhu bu so'zning ma'nosini biladi. Bu so'zning arabcha ma'nosi bizga ko'ngil bo'l, bizning ishlarimizga ega bo'lg'in degan bo'lsa-mu, ammo yahudlarning til atalg'usidagi ma'nosi voy hamoqat, voy divan degandek bir xil haqorat qilish, ayiblash, kamsitish ma'nosini o'chiga olgan bir so'z edi. Alloh subhanahu va taolo dal bu so'zni to'sdi. Yahudlar mushu so'zni deyish orqali rohat oldi, o'zining vujudidagi, ichidagi islom va musulmonlarga bo'lgan dushmanlikni oshkor qilinmay va oshkor hujum qilinmay, ichki qattiq bearam bo'layotgan bir vaqtda bu fursat keldida musulmonlarning davatgan so'zini deyish orqali o'zininki asli bo'lgan rezil maqsadini amalga oshirdi va unga yetdi. Yetgandan keyin bular buningdan xursand bo'lgan chaqda Alloh subhanahu va taolo la taqulu ra'ina dedi. Mana bu islom dushmanlarining islomga dushmanlik qilishi, musulmonlarga dushmanlik qilishi uchun musulmonlar o'zining so'zi orqali bo'lmasin, amaliy ish harakat orqali bo'lmasin, fursat bermaslik, ayib tepib islomga hujum qilishiga bana bu bermaslik uchun Alloh subhanahu va taolo musulmonlarni so'z va ish harakatiga qattiq diqqat qilishga buyurdi. Bir musulmon o islomning ko'rinishi o
Bir Müslüman Kur'an'ın körünüşü o. Bir Müslüman Allah'ın zemin üstündeki guvahçıları hüccet o. Kişiler Müslümanların sözüge, hayatıga qarab durup İslam'ını düşünüdü. Ve İslam'ını tanıydı o. Demek ki bizning söz ish hareketimiz ya İslam'ını âli kılıdı, İslam'ның yeğilişiga sebepçi buludu, ya ki İslam'ның nurunun ötüşüge ve İslam'ның yokuluşuga sebepçi buludu. Şunun için Allah Teala bu yerde bizge çekledi. Mesela mening bir qo'shnim bor edi. Biz onun bilan 3 yil birga o'ltirdik. Ammo men uningga biror qitim da'vat qilmadim. Lekin o mening oilamning ish harakatidan, muomalasidan, hayotidan ta'sirlanib, ularni ayollari yuzini yuvgidi, erleri namoz o'qidi. Keyin bizning qashimizga kirib islomni o'gitib boshlasalar dedi. Aziz birodarlar, islom tarixdan biri qilish bilan taqilgan emas. Müslümanların ahlakı, Müslümanların muamelesi, Müslümanların hayatı bilen kişiler başka dinin batıl ve buzuk din ikenlikini bölüp İslam'ını kabul kılgan. İslam'ını tonugan. Şunun için hatta İslam bizning vatanimizga qilish bilan taqalgan emas, kelgan emas. Tijoratchilar orqali kelgan. Kishilar bu tijoratchilarning men musulmon, men mu'min deb turib qilgan tijorati, uning rostchilligi, uning samimiyligi, uning muomalasining go'zalligi, uning vafodorligi, ahdida turadiganligi, manfaatparast emasligidan bular islomni haqiqiy qabul qilgan aziz birodarlar. İslam düşmanları davamlıq İslamның nurunu öçüreş üçün tört gözü bilen Müslümanның hayatıga qarab turadi. Kur'an'ga küçü yetmeydi ama Müslümanның hayatıga qarab turadi. Müslüman qaçanki xatalışır ekan, şunu bana turup, mana Müslüman degan bunda qolamdı. Eğer Müslüman bunda bula bolsa, biz bu dinge kirmeymiz deb Müslümanını yaman ko'radigan, Müslümanını düşman tutadigan, Müslümanını qaçadigan yerga yetib atadi. Mesela bugünkü günde eğer Müslüman bunda nadan buladigan bolsa, eğer Müslüman degan çeçilangı buladigan bolsa, eğer Müslüman degan bu kadar kambag'al buladigan bolsa, eğer Müslüman degan bunda bir-biri bilan birleşmez buladigan bu qolsa, biz bu İslamga kirmaymiz. Bu İslamni qabul qilmaymiz deganni biz anglayapmiz dedi birodarlar. Shuning uchun har bir shaxs İslam o. Kur'an o. Özünü men İslam, men Kur'an deb bilish kerak. Eğer onun sözüdün, onun hayatıdın İslamga başkalar hücum kılıdığan vasıta kılsa del o kişi mana bu işten qattiq ehtiyot qilish lazım. Allah'ın bu yerde ra'ina degan sözü bu. Aslında bu güzel mana. Bunu çeklemesi mi bulut aslında. Çünkü burun çeklemek dedi Allah Teala. Ama düşmanlar mana bu sözünü işletip turup İslam'ın Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a köңlüde hücum kılıvılalıqallık için Allah bunu çeklep mana deyişki buyurdu. Bunun özü sizlerinin hareketinladın, hayatınladın Müslümanlığa bir ziyan keladigan iş bo'lmasin dedi. Xuddi mesela bir misalga alsak, üzümçilik qilish halal o. Halal ticaret. Eğer bir adam üzümçilik qilsa, onun üzümünü, harak dokunu yoki harak zavodiga setishdan boshqa hech qanday ishga ishlatkilib bo'lmaydigan yerda üzümçilik qilib qolsa, bu ticaret haram. Çünkü o ya yep tüketip bulanmaydı,
uni buzib o'tishga bo'lmaydi. Uni satsa shu haraq zavodiga satmoqdan boshqa yo'li yo'q. Mana bu asli halol bo'lsa-mu, ammo u haromga vosita bo'lganligi uchun bu tijorat harom. Shuning uchun musulmonlar o'zimizning sharikligiga diqqat qilish kerak. Alloh subhanahu va taolo unzurna degandan keyin vasma'u dedi. Bu ham musulmon bilan musulmon emaslarning yo'lini ayirib beradigan bo'yburuq. Chunki anglash ikki xil bo'ladi. Biri anglab uni amal qilish uchun anglaydigan ish. Yana biri anglab qo'yish uchun anglaydigan anglash bo'ladi. Mu'minlar davomli Alloh subhanahu va taolaning buyrug'ini xuddiki kasal mushu do'rini yesam kesilimdan saqiyman degan niyatda yeginidek ochiq bo'lsa-mu, tetiqsiz bo'lsa-mu, yeginidek musulmon Allohning buyrug'ini qilishning badaliga nima kelsin, qanday xatar, qanday ziyon, qanday oqibat kelsin, buni qilganligimning o'zi menga manfaatlik, buni qilganligimning o'zi meningki foydamga yetadi deb u qiladi. Alloh bu yerda vasma'u sizlar buni anglanglar degan shu kofirlarningki yahudlarning shaklidagi anglashdan ayirib olmoqda. Mana mu'minlar Allohning buyrug'ini nima deydi? Sami'na va ata'na deydi. Yoki innama kana qawlul mu'minina iza du'u ila Allohi va rasulihi liyahkuma baynahum ay yaqulu sami'na va ata'na. Mu'minlarning so'zi Alloh va uning rasuli tarafiga chaqirilgan chaqda Alloh uning rasuli hukm qilsin deb ular biz anglaymiz, itoat qilamiz deydi. Ammo kofirlar sami'na va asayna deydi. Biz anglaymiz, lekin amaliyatimiz bilan, harakatimiz bilan uni kammaymiz, moslashmaymiz. Mana Alloh subhanahu va taolo bu vasma'u degan bu buyruqni qilishning sababi sizlarni kofirlarga o'xshash anglaydigan, ammo amal qilmaydigan, deydigan, hayotga tatbiqlamaydigan bunda bo'lib qolmanglar demoqchi. Chunki mu'min bugun Qur'oni Karimni necha qitim o'qib bo'lganlar bor. Qur'onni yodiga ep bo'lganlar bor. Payg'ambar alayhissalatu vassalamning hadislarini yodiga olgan kishilarmi bor? Nurg'un kitoblarni o'qib bo'lganlarmi bor? Ammo hayotiga qarasak, u olimga o'xshash emas, qoriga o'xshash emas. Mana bu vasma'u degan bu buyruqqa xilof qilganlar. Bu sizning yo'linglar emas dedi Alloh. Mu'minning yo'li Qur'on bilan bir jism bir tan bo'ladi. Mening buyrug'im bilan bir jism bir tan bo'lasizlar. Mening dinim bilan sizlar bir jism bir tan bo'lasizlar. Qur'on qanday bo'lsa sizlar shunday. Islom qanday bo'lsa sizlar shunday. Sizlar islomning amaliy bir o'rnak esizlar. Ammo islomning dushmanlariga o'xshash quloqlari da anglaydigan, amaliy hayotiga kelmaydigan odamlar emaslar deb Alloh bu yerda haqiqiy musulmon bilan islomni soxta da'vo qilayotgan yoki islomga qalbidan o'chmanlik qilayotgan mana bu kishilarningki ahvolidagi farqni Alloh bu yerda bayon qiladi aziz birodarlar. Shunga vasma'u dedi Alloh. Bu deganning ma'nosi Qur'on bilan sizlar mening tuvanda demoqchi bo'lgan taklifim bilan sizlar bir jism bir tan bo'linglar. Allah bu oyat orqali yana biz mu'min musulmonlarga so'zimizda qattiq diqqat qilishimizni, so'zimizning ikki xil ma'nosi bu qolgan vaqtda uning bir ma'nosi yaxshi, yana bir ma'nosi nachar. Bir ma'nosi to'g'ri tushuniladigan, yana bir ma'nosi zarbi berish xarakteriga ega ma'no bo'lgan bunday so'zni ham deyishdan Alloh to'sdi. Xuddi ba'zan so'zlar bor, uning tashqi ma'nosi
chaqchaq. Ammo ichkiri ma'nosi bo'lsa, boshqalarga zarba berish, urilish, u boshqalarga tekkizib olish, uni haqorat qilib olish shaklini olgan. Bir narsa bo'lsa men chaqchaq qilgan, deblam qutulaman deydigan. Bu xil shakldagi so'zni ham so'zlamanglar deydi Alloh taolo. Mana ra'inaning bir ma'nosi eng go'zal, bizga ko'ngil bil, bizga parvarish qilgan degan. Yeni bir ma'nosi boshqalarning tili bo'yicha haqorat shaklini, ahonet shaklini olgan so'z. Shu Alloh bu yerda chekladi. So'zlarga diqqat qilinglar dedi. Mana Umar roziyallohu anhu shu qadar so'zlarga qattiq diqqat qilardi. Bir kuni Umar roziyallohu anhu bir jamoatning qashidan o'tib ketdi, o't qalab o'ltirayotgan jamoat edi. Umar roziyallohu anhu ularga ya ashabad dav deb chaqirdi. Ey assalomu alaykum ya ahlad dav. Ey yurug'liqda o'ltirayotgan, nurda o'ltirayotgan kishilar, Allohning salomi sizlarga bo'lsin dedi. Ashaban nar demedi. Ey ashaban nar, o't egilari demedi. Chunki Qur'oni Karimda Alloh taolo ko'p yerda kofirlarni sifatlab ulaik ashabun nar, ular do'zaxga kiradiganlar, o't egilari degan bo'g'achqa shu ma'nini ifodalash orqali ularga bir aziyat bo'lib qolmasin, ularning yuragiga qattiq tegib ketmasin deb Umar roziyallohu anhu bu so'zida nəhayət ikki ma'noga ehtimol tutgan bu so'zni ishlatmasdan aniq bir ma'noga ehtimol tutgan bu so'zni ishlatdi. Musulmon so'ziga diqqat qilish kerak. Chunki musulmon bir og'iz so'zi bilan halolni harom qilib o'talaydi. Haromni halol qila oladi. O bir og'iz so'zi bilan Allohning mo'min bandalaridan bo'lsa, yana bir og'iz so'zi bilan kofir bo'lib ketalaydi. Allah valil kafirina azabun alim degan so'z bilan oyatni tugatdi. Kofirlarga ichinishlik azob bor. Bu yerda Alloh taolaning kofirlarga deb beshiri mu'minni chaqirib turib so'zini boshlab, oxirida kofirlar degan til bilan bu so'zni oyoqlashtirishi, chunki islomni dushman tutish, musulmonni dushman tutish va Qur'onni dushman tutish, İslamның yo'liga chaqirayotgan kishilarni dushman tutish bu kufrlik demakdir Alloh. Yahudlar payg'ambar alayhisolatu vasallamni dushman tutdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni yomon ko'rdi. Shuning uchun ular shu musulmonlarning go'zal so'zidan foydalanib turib, shuni fursat bilib turib payg'ambar alayhisolatu vasallamga hujum qildi. Alloh buni kufrlik dedi. Demak, islomga, musulmonga, Qur'onga dushmanlik qilish, o'chmanlik qilish va islomga chaqirgan, islomga da'vat qilgan kishilarga o'chmanlik qilish, dushmanlik qilish bu kufrlik bu. İnsonni haq yo'ldan batil yo'lga opiradigan ish va bu ichinishlik bir azobga sababchi bo'ladigan amallarning birisi birodarlar. Alloh taolo oxirida bu oyat karima orqali mu'min musulmonlarni o'zining so'ziga qattiq diqqat qilishga buyurdi. So'zida mushriklarga o'xshab, kofirlarga o'xshamaslik, amalida kofirlarga o'xshamaslikka Alloh buyurdi. Chunki kofirlarni ra'ina dedi, shuning uchun Alloh mu'minlarni ra'ina deyishdan to'sdi. Payg'ambar alayhisalom men tashabbaha biqawmin fahuwa minhum dedi. Qanday bir kishi bir qavmga o'xshasa, shu kishi ularning qatoridan bo'ladi. Bu oyatning umumiy mazmuni bizga kofirlarga so'z va ish harakatda o'xshamaslik, shundaqla ish harakatimizdan kofirlar fursat bilib islomga va musulmonlarga hujum qiladigan ish harakat bilan shug'ullanmaslikka Alloh taolo bizni chaqirdi. Islomni oliy qilaman, dinni oliy qilaman deb, ammo o'zimizning hayoti bilan, amaliyati bilan islomni yiqayotgan, islomning nurini o'chirayotgan, musulmonning obraziga dong keltirayotgan, musulmon degan shunda bo'lamdi degan yerga apirayotganlar mana bu so'zni, Allohning so'zini qattiq o'ylanib baqish lozim. Allah hammamizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.